Konor Makgregor Islom Maxachevni yarim o'rta vazn uchun oson o'lja deb atadi. Umar Nurmagomedov MMA'dagi faoliyati haqida gapirdi. Shara Bullet Gollivudda rol o'ynashi mumkin. Konor Makgregor Islom Maxachevni yarim o'rta vazn toifasi uchun oson o'lja deb atadi va jang oldidan Jack Della Madallenaga bir nechta maslahat berdi. U bu vaznda oson o'lja bo'ladi. Unda na zarba kuchi bor, na pozitsiyani tushunadi. Eng ko'pi bilan ryukzakdek osilib oladi. Qo'rqadigan narsa yo'q. Sabr, chidam va g'azab bilan yondash va u 5-raund tugashidan oldin o'chadi. Umar Nurmagomedov MMA'dagi faoliyati haqida: Men Habibnikiga o'xshagan faoliyatim bo'lishini kutgandim. Uning natijalarini takrorlamoqchi edim. Ammo bizda ko'plab buyuk jangchilar bor. Masalan, George St. Pierre. U yutqazgan, ammo keyinchalik barcha raqiblaridan o'ch olgan. Hamma uni eng buyuklardan biri sifatida tan oladi. Mening yo'lim ham Islom Maxachevnikiga o'xshash bo'ladi. Shara Bullet Magomedov Gollivud sari qadam qo'ymoqda. Rossiyalik jangchi AQShda suratga olinadigan shooter slasher janridagi filmda qatnashishi mumkin. U intervyusida bu haqida shunday deydi: Bu yangi tajriba bo'ladi. Oktagondan tashqarida ham o'zimni sinab ko'raman. Sahifamizni kuzatishda davom eting. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.